Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga xayrli kech. Bizlar xayrli kech. Qaynam kelamiz, qaynam berib ko'chib ketishyapti. Uylik ustimni sochdi. Olib ketadigan narsam bor. Bu yonimda narsalari bor. Shularni olishim kerak, rasmlar bor. Chiqib bitta. Bir dona kelin bo'lish ham oson emas ekanda. Zo'r ekan uylar. Chiqib erimga yoqmasdan kelyapman. Dadamizni uyg'otib yubordik. Emsalari qotib, orqamizdan kelyaptilar. Xuddi men o'zim onamga olib kelyapman-da. Bugun shartmida ertaga borardik deb. Xudoyim. Kerak shunaqada. Shularni biz keldik mana. Tan, voy tavba qiling. Này. Queen. Papa. Hi Papa. Hi Mama. Hi. Hi. Hi Papa, how are you? Good. Yeah, Ma. Come coming. Coming. Hi, Suva. Lên hành xong cục của họ đi lắp Snakosiki mana ama yoni yaxshi Filippin ko'chib ketishyapti. tay mà ăn mặc không được xây Thấy đâu vậy là vô. Videoni opam olib kelgandi. Necha yil oldin. Ochilmagan ekan. Next trip I buy for you. Uyga olib ketaman vinoni. You try this one. Ancha bo'lgan I want to come there but always I pack don't know what to start also. Hamma narsa yig'ilyapti, ketishadi shular. Ertaga uchib ketishadi. Hech narsalarni yig'ib, momlar qarovga topshirishadi. Jiyanlari ham shu yerda. Qizim? You want to go home? Hop, uyga ketyapman, bo'ldi. Bunaqa uylarni yomon ko'radi. Hech narsasi yo'q. Yotgisi kelyapti-da bu yerda. My container, my container. 我做水冰的嘛，last time。哎，卡过就贵了。我红光我说的你朋友。 What is that? 你好点，你好。 Timur Then apa? bill how much you need. You said or not? Then our provider said then I'm just tired. US delivery. Never let it happen. 这个 Papa, you will miss me or 还 not? 没有吃啊？我还没有吃。 Miss Guadala. Papa, you will miss me or not? Yeah, Miss Guadala. And you. I said you will miss me or not? 没事呢，two of them is the Jalan-jalan sama dengan dokter. grandchildren the Jurong they are only grandchildren. They don't have they don't have. 他有煮草也是吗？ You will miss me or not, Papa? You never say. That's what I do. yesterday, I Mama go down To and the workers. Video saya also must take video. Jiyan lah. Not pretty, ah? Сестричка Галина. Ой, красавица, кызым. Coco Chanel, right? Lila is Coco Chanel now. Momo cái to hả? À tốt. To nó là gì? Taller than Daddy also, I think now. Correct. Yes. Okay. Say, say. When did you cut? Jiyan lah. Oh, look very nice. Vino olsun gene vino. Vino 10 yil bo'ldi-yu. Past ekan, mana yurib kofe ichamiz, uy oldida. Shuman ertaga uchib ketishadi bular. 4-5 oydan keyin kelishadi. Keyin restoran ochgan juda ham zayd. Shuman ovqatlangani o'tirimiz. To'ychamiz deb o'ylasam, kola zakaz qilishdi menga. Kola tashagandim. Mana zakaz qilish. My God. Mas like that. Hey, like that. Basket.
Bugun ham keldik, qaynonamni narsalari, shu qaynatam 35 yil saqlagan narsalari bor. Shu 35 yil saqlangan narsani hozir ochamiz. Menga tayyorlab ketdilar shu narsani. Nima bor, nima yo'q bilmayman, nima qilay. Ochamizmi? Sizlarga ham qiziqmi shu narsa? Nima qilay qizim? Bunun ichida nima bor? Rasmlar bo'lishi kerak bunun ichida. Qaynonamdan qolgan rahmatli qaynonamdan. O nechinchi yil ekan bu? Gazeta. 2004-yil gazetasi ekan. Bu dadamizani maktabdagi anaqalari bo'lsa kerak. Bog'chadagi ekan. Bu rekord buk ekan. Boshladik qaynatam mana. Bu yerda onalari, bu yerda akalari, dadasi, bu yerda amaksini xotini, onasi o'lgandan keyin bular bilan qolishganda bolalar. Men 27 yosh, 28 yoshda vafot etganlar. O'shandan qolgan mana даже pudragacha ham qolgan ekan. Pudralar ham turibdi bu yerda. Shunaqa sevgan ekanlar-da qaynatam. Shunaqa sevgi. Bu yo'l tamadalami, nimadirlar ham qo'ygan, shularni hammasini hozir ajratibman. Hammasini tozalayapman. Qaynatam saqlagan ekanlar-da, shularni hamma narsani saqlagan ekan, даже zakolkalargacha ham qo'ygan ekan. Shunaqa sevgi bo'lish kerak-da, shunaqa sevgi ekan. Mana nima ekan? Voy xudoyim. Qaynatam shunaqa saqlaganlar mana hammasini. Juda ham sevgili kiyimlarigacha saqlagan ekanlar mana shu yerda mana. Bu yerda anaqalar ham soatlar bor. Ularni ko'rsatamaslik, sekin-sekin ko'rsatamaslik. Bular nima ekan? Choyniylargacha bor ekan mana shunaqa rasm. Chiroyli ayol bo'lgan ekanlar. Bular mana sinib ketgan ekan, bularni hammasini chiqarib qo'yaman. Dokumentlarigacha ham bor ekan, hamma narsa bor ekan. Sizlarga qizig'imi yo'qmi, anaqa qilmadim. Endi bu ham anaqa istoriya-da, bu ham bitta. Albatta bu jonimdan qolgan mashina ham uyimga keldi. Bu mashinani bu jonimlar vasiyat qilib ketganlar menga, chunki eng yaxshi ko'rgan narsalari ekan. O'shani menga mana vasiyat qilib qoldirdilar buni. Uyda sam tikasan faqat bunaqa narsalarni deb. Bu jonimni mana bunaqa mini iplarigacha mana shu turibdi. Bu jonim juda ham yaxshi ko'rardilar, bilardinglar. Eng yaxshi ko'rgan kelinlarim. Shuncha hech kimga bermasdan menga qoldirdilar. Sotib olsang ham mayli, lekin sen olib ketgin deganlar buni. O'shanga olib kelib berishdi menga buni. Tillalar, yana brasletlar, shunaqa narsalar qoldirdilar menga. Albatta hammani esasi qotdimi yo'qmi endi bilmadim, lekin albatta hammani ham qo'ldan kelmaydi yaxshi kelin bo'lish, to'g'rimi? Bularni hammasini tozalab, anaqa saqlab qo'yaman. Mana shunaqa esdalik bo'lib qoladi. Keyingi safar endi bolalarimiz saqlaydimi, bu narsani saqlamaydimi bilmaymiz. Hozircha meni vazifam bularni hammasini olib, yuvib, tozalab qo'yish. Men turmush o'rtog'imning hurmati bu ham albatta. Tashlab olsangiz ham bo'lardi deb yozishinglar mumkin. Tashlab olish bo'lmaydi, chunki hurmatsizlik. Bu narsalar necha yillardan saqlangan bilasizlar. Ozgina albomimizdan bo'lishaman. Butun dadasining maktabdagi baholari, bu rasmlarni chiqarib tashlayman, chunki albom juda ham eskirib ketgan. Shuni chiqaraman, qaynonam rasmlari bu yerda. Bunaqa rasmlarni chiqaraman. Buni saqlab qo'yaman, chunki omonat bo'ladi. Nimaga kerak? Bundoq deyishinglar mumkin, lekin qaynatam tashlab ketdilar menga bu narsalarni omonat qilib. O'shanga hammasini chiroyli qilib artib surtib olib qo'yishim kerak. Chunki bular yillar davomida saqlangan narsa, 35 yil, 40 yil davomida saqlangan narsalar. O'shaning uchun hammasini chiqarib, tozalab, bunday narsalari bor, zireylari bor qaynonamning. Qaynonam bilan qaynona buvijonim bilan mana. O'sha paytdagi Mamutdin
kalitlar ham turibdi, soatlari. Mana bunaqa rasm chiqardi o'sha paytda ichidan. Shular ham turibdi, hammasi turibdi. Mana bunaqa bank kartalari ham turibdi mana. Qarang. Assalomu alaykum, yana bir bor bizda uyda. Ha. Xo'p, mut keldi. No. Давай. Rahmat deb qo'ymadinglar, Leyla? Rahmat deb qo'ydi, bunday qilib qo'yadi. Davay. Nima qilasan? Ikkalasi bir-biri siz yasha olmaydi ham, ikkalasi bir-biri bilan yasha olmaydi. Ey! Ey Xudo, bitta dam olaman deganimda Ispaniyaga yiqilib tushadi xotining. I will call police then, huh? Xalas, ya. Voy, o'yindan o'q chiqar, o'sriqdan poq chiqar. Don't be naughty, be good boy, okay? Hamma Temur yaxshi bola bilasanmi? Davay. Mana mashina qilishadi, mashina o'ynashadi, urishadi ekan. Ikkalasi bir-birisiz ham yasha olmaydi, bir-biri bilan ham yasha olmaydi bular. Yes. Ya. Oh, sorry. I'm trying to guess what I Qattiq ham urishga qo'rqadi, yaxshi ko'radi akasini. Keyin to'polonchi bo'lsa militsiyaga berib yuboraylik, arest qiladi buni. Olib ketadi desam, yig'layapti. O'lib qoladi keyin bo'lasam. Xavotirim oladi nimani.
Chilla bo'ylayotgan qizlar. Nimaga unaqa? Akasi unaqa demaydi. What did you listen? Urishadi, mana shunaqa qilib ikkalasi bitta xonada o'tiradi, bir-biriga kompaniya bo'lib, mana shunaqa. Opa-singillar yulishib, birga televizor ko'rardik, birga o'tirardik. Просто kompaniya bo'lish kerak bunga, bo'ldi. Ursa ham, so'ksa ham, ursa ham akasi oldida bo'lish kerak. Bundan yaxshirib qo'yishim kerak, mazam bo'lmaganiga ozgina. Oy, Xudoyim, o'zingga shukr. O mani qizim shunaqa aqlliki, dadasiga, akasiga har doim shunaqa joy namozdan solib beradi. Kimni qizi shunaqa aqlli qiz? Voy, shunaqa aqlli bolam bor-da, mana. Voy, shunaqa ham aqlli qiz bo'ladimi? Voy.